gülsem külsün min yürek, dostlar külsün mengülük tilek. El yurt külse muradım muradım masen, bundan artık bana ne gerek? El yurt külse muradım muradım masen, bundan artık bana ne gerek? Andan tapmayı atına köngül koyup degen unum kıp gitti. Bari yastan çıksın. Yoş. Ya. Ya bunu alır ayakta oynaşmamca. Hemen gitti bu da dadanı ortasın ya bu. Bayakta siz tatlıla bakınca ağzınızı buzmancı mı aparat yaratınız? Bayakta kızda. Ya kaydı bir sokuş beklerler kaydı. Bir günü manga zudani laz yemeydi o da etti. Bür dip vay canım almaka. Amal var yiğitlik tağla valla. Ütme. Ütüp optu ne emniyette. Bak kolum titrep manda kıp gitmasa bir şey Rozi'nin soğumuştum yama tizgiye daha jürüp. Ya satan gidip bana bana işe sıkımağla. Ya çöp gözüm tepettiğine adım. Ya bana karıma abat kılam. Kızlar külse bakıttın oraya, balılar külse evlat kahırma. Kızlar külse bakıttın oraya, balılar külse evlat kahırma. Milyar sensin, roza kılın kümül sonsun. Milyar sensin, roza kılın kümül sonsun. Rahmet! Nimi deyme, hoşallığım içimki patmayı atıdı menen. Nimi üçün degende, mana meşada otagan bugünkü bizniki barlık mehmanlarımız xalqaralıq çoң musabıqlar qatnışıp, memleketimiz Cumhuriyet'e her millet halkıga zor şereflerini keltügen bolsa, memleket işetki musabıqlar qatnışıp bizning Şinjan'daki her millet halkıga alem şumul neticelerine kelgan bizning tantara ve siyasetki azmatlarımız, çolpanlarımız, tenerketçilerimiz. Ben Rozaxun Tudaxun'dan sizlerge otluq salam, ali ihtiram. Rahmet, yaman hoşup ketip barma. Çünkü bu yıl bizim memleketimizde tenterbiyege münasebetli hoş haberler bek köpçü. Onda bu şey, mana bu yıl bizim memleketimiz Jungo sahipxan bolup, qishliq olimpik musabaqasını bizim memleketimizde ötküzdi. Yaman katta oldu endi köydok, aqlimiz hayran qaldı, ichilish murosimidan tatib, chet eldan kelgan nurg'un mehmon, tenerkechilar aqli lal olup ketdi. Onun üstüge bizim memleketimizdeki komandistiki azalarımız 38 altın medal, 32 kömüş medal, 18 mis medal elip, cemi 88 medal gelişti. Bu biz için zor bir şeref. Rahmet. Endi ben oylayma bizim memleketimiz muşundaq tenterbiyege köngül bölüp, muşundaq tenerket işlerge zor meblağ sağaşqa bizning diyarımızda mı sizlerge oxşaş tenerketçi azmatlarımız yetişip çıkıp deyme. Memleketimizden tenterbiye işlerge, memleketimizden taraqqatiga mengü uftuq tilayman. Rahmet. Ustazım Xalmurat akam oturup doamda. Xalmurat akam meninki ustazım buni demisem bilisizlar. Xalmurat akam özünün sanat kasbida zor uftuq qazınıp bir palli yaratib etgandan sırt futbol ne bolupmuş tenterbiyeni sizlar qandaq söysanglar shundaq söydü. Rasko. Bunun misali mana oğlu Nihat. Bizning Nihatday. Xalmurat akam kichigidin sistemliq futbol chiqib Nihatni tarbiyalab yetishtirib atadi. Endi atugün diqqat qilinglar bari. Nihat cho'ng atadi. Mahmud bir tip ko'zingni ichib qo'ymisan. Mahmud qayda o'tadi? Yomon bulu. Men ko'rib atamsa. Ekber İslam bizniki nemi deb tanıştıraman. Bu adamniki kesbi yaman nurgun kesipte uftu kazangan. Rasaka.
Asli biologiya o'qituvchisi bu. O biologiya degan hujayra, shu ishki a'zolarni qilgan ish qo. Keyin bu tantarbiya bilan shug'ullanib, boksirchilarning reperi bo'ldi. Haqi jadal araydigan. O'ta adabchi. Uning keyindan cho'ng sahillarda riyosat cho'p ketdi. Ashu Abdulla Mukamush xalqamlarni taklif qilib, cho'ng sahil uni katta qildi. Endi keyindan bu da bir kino rol oldi aka. Yilqi Xuar Veyshimi Jiyanxon Gulnimanchi qizil deb ma Abdukerim Abduz akamiz rejissyorlik qilgan kinoda rol elib, butun mamlakatda qo'yilyotdi. Barcha akchib qo'yamiz aka. An bu Akbarkan bilan qildigan kasbiy yomonchiqqa o'zi bilan paranglashdim-chi. Men paranglasam, mushu ko'ngil qo'yib o'rgansam, hammani qilmasaqam dedi. Buni bilan nimalarni qila olaysiz detsang, nurg'un vaqtingni yeb ketadigan bu. Unida qilamaydigan ishlaringni degan desang, qilamaydigan ishlarim deb sanab edi ekan. Mushu vijdonsizlik qilolmayman. Bir odamni bo'za qilolmayman. Mushu nomardlik qilolmayman deb shu men deb qo'yapman. Ko'ngil qo'yib o'rgansa unim qilib ketdi bu. Bari'ning o'tiribdan Bari'dan endi hammamiz so'yinimiz, ha? Bilamiz-ku, Bari'ning o'sha Yaponiyaning bir komandasiga tepgan bir to'pi Bari'ni Bari qilyapti. Ha? Men surishtirsam, shu yaponlik varata hozirgacha Bari'ni ko'rsa, "Hoy!" deb. Ashta qo'qib ketibdi. Yo'q shu, deydi. Bari asta chiqib, "Yosh." Surat bek tez onun ustiga buni. O, kiyimdan chiqatki yuguraydi emas. Voy, ishkirda yarasiz yugurib bir metrodan o'tib ketibdi bari. Bekatga chiqib, qachon keldinglar sizlar? Kechikdinglar-ku. Abduvali ag'inam bizniki faxrimiz. Abduvaliniki 100 maydon kiygan. Ilqi futbol maykisi bilan endi nayt biz xo'sh bo'ldik. Sol qaytibdi bu. Buning jiqvarta 10 qay bo'lgan ekan, amal qilmaydi ekanda. Son qaylik kirgizayotgan ekan, o'ng tarafga yetib oldi ekan. Tamoqni son qay yeydi bu. Ha, ening keyindan xat yozsim son qay. Xatni son qay yozib qo'yib, son qay ko'y deyapmi deb bizda. Ening aytdi naqsh etdi bu, xalq azam qilmaysa. Naqshinim chiroyli etdi. Naqshinim son qay etganda bu. Kelsang agar bugun kel yarimni son qay etmashaqni etib tugitadi oyoqar. Agar kelsang yarim bugun kelsang. Den so'ngim son qay chalgan qiz. Yahya inam. Bu shu Qashqarning bir faxriy yigiti. Bu Yahyaning ismiga ahli mayron. Masalan biz otlarni chaqasak, mah deb chaqiramiz. Kalni ho deb chaqiramiz. Yahya degan kaptani chaqirdigan bir gap bu. İşte qo'y, Yahya sen kaptan kelib qo'lingga qo'nudi. Yahyadan so'radim, bu nimishga, bu qanday qo'yilib qolgan desam, akam shu meningki, shu dadam kaptan vazadam. Men tug'ilganda dadam uyingizda kaptan o'ynab yetibdi-ku. Shundan mamam chiqib, "Ey, bolaning ismini nima qo'yamiz?" desa, "Yahya" debdi. Shundan Yahya o'p qaptimi deb futbolchilarning kaptiri hamdi bu. Qarshi tarafning vartalari varta qo'noq shishib tutib oldi ekan dasturlar. Qandın bağlab qo'ysan maydonda tumaydi bu. Bir top kelib kelsa varta qo'nilib turdi ekan. Ya bola, Yahya urkit qo'ymaydi. Bari ishkirdi top deb atgan chog'da Yahyadan xatavat atib Bariga. Shingir. Bari bu yoqqa atdi, men salomat ansirmay tepaveringlar bo'ldi. Dilshod ag'inam kelibdi. Yama xush bo'ldim adash. Dilshod hozir Javlian. Bal tarbiyalayotdi. Burun ajoyib yaxshi o'ynagan Dilshod. Shundaq adash, ha, o'zim semizda hozir o'rqilib ketib. Qo'saq yeb turib tepidi shu topni. Shu 45 minut tosh qo'saq ishga ketib, somsalanib chiqib oladi bu. Somsa? Og'zi somsa oldab yemagatamiz. Voy, yiqilib, putlashib, cho'qiy chiqib ketdi, og'ziga somsa ichdim bu. O'ynalardi. Boshqalar arada yugurib kelib, bunda sularni ichib chiqsa, bu kelib choraklamanda bir nima deb. Alqi Seypay reperlarmi usti ketibdi. Buni qilqa seriq karta ko'rsatmay, tuxum po'shkani 4 qatlabdilar. Qizil karta girdi ko'rsatishga.
Salamat bo'lgan adash. Chaqchaqib qo'ydim. Arpat inim kelibdi mana. Bekda, hech kim o'tkazmaydi. Potpolni maningdek so'ydigan o'g'illarni men ko'rmadim. Og'riq, belingni operatsiya qilamiz deb tursa yana. O'ynab bo'lgandan keyin operatsiya qilinglar deb. Ashtaqo, ya oyoq. Ay, varatani uyni qo'g'diganda qo'g'daydi bu. Rost. Ya oyoq deb kuchli tepidi o'ynagan. Ya oyoq deb chiqiraydi, ya oyoq yetkazaydi. Ay, vartaq bergan pasni qattiq deb nesh kirgizib o'tdi emasmi bu? Terikida o'zi kirgizib o'tib. Ya gunohlar oyoqda o'ynashmabchi. Hamman ketib turgan dadani o'rtasimga bu. Oyoqda o'ynamanga. Olim Chayan. Ha, yig'ir o'rimiz o'yini. Olim inim adab axloqliq biri. Bir saviyalik bir yaxshi inim. Va olimni burun to'nmas chaqlarda olim Chayan keldi desa, rasmiy maydonda bir quyrug'i bor. Oda bir Chayan keldi bir. Olim bir Chayan keldi da qapti malqi. O'qigan bir Chayan. Aspirat bitagan bir Chayan kelamdi deyman ekanda. Keyin uxsam bu bir esil inimizga qara. O'z bilan paranglashdi, men nimdoq bu Chayan deydi desam, "Voy aka, bizning jamoatda yamaraq tug'ilganlar ishda qo'rqinchli qism qo'ydi." Meni bir akam bor, Merdan Dö uning ismi. 200 bir ochiq yama adam bor, Xurshida Ilon. Bu da aldığan kızımın ismi Zayda Ümçük deb. İçtimağdan bir akısı var, 80 put deb. Ayda qo'rqinchliq. Bular ilqi turgan dinozavrning urug'ti qoldirib oldu bular. Dinozavrning. Ani jamiyatni timsoq tutishdi bular. Adiljon ag'inam, bizniki televiziya stansiyaninki g'olliq bir xodimi. Adiljanni bugun taklif qilishimning sababi, burun tantarbiya xabarlarini shu Adiljandan o'qitdik biz. Rostmi? Shinjongda qayerda futbol musobaqasi bo'ldi, qayerda ot chepishtiryotdi, qayerda to'xo eshit. Jidalning hammasini mushu o'qitirdi bizga. Ha, o'zim yenik atletikaga yomon. So'zidi bu. Dost üzüp ne çıkıyordum birinci o ama. Dost kusudu mu koku demesin bu? Kamerayla şut geçtiğinde. Da tükürüp tek küzbek et. Nuri ağinam, Nur Mehmet Çımbulak. Bu Nuri'ga endi mening hurmatim, o'sha futbolni to'g'ri ko'radigan naydi bir yaxshi. Chimbulaq to'g'ri deb. Bu musobaqada naq maydonda ko'rgandan nurg'un odam to'g'ri ko'ralaydi. Buningdek futbol tushuntiradigan odam yo'qmikin deyman men. Ya bu Shinjongdagi mamlakatimizga futbolchilarni inisining ishini bilgandek biladi. O xalqaronikini boshda biladi bu. Selo nimani yaxshi ko'rdi, qachon tug'ilgan, ayoli kim o, bolasi necha kirdi, bolasiga nima ziyon qildi. Messi neçə yaş, onun dadısı kimi Kaka nim səbəbdən acırış getdi. Onun qiynatısı kimi o, qiynatısı toydu nimi degen. Məsəlçəki neçəlik ballı gəldi, qançəlik gürüş vastı. Bütün zil. Bir günü manga Zudani lazımeydi deydi. Polat Qutluk. Polatgam shugo, dаңлық javlian. Hamda chiroyli odam, o'zim qarsan ko'z degan lampushkida qilib. Mahmudning qarshi ma. Polatga rahmat aka. Ening keyin boksirchi akamiz Abulizkam. Abuliz diva deb qo'yamiz. Yo'g'an odam, nurg'un natijasi va mamlakat ichida nurg'un, ha? Meşe turib muşasa, şirketin bitigi demez abuzga. Kol çıkıdı. Ya radyonun tenşin çıkandek. Çıkıdı ya kolu bunun. Dervazdan teşi turib öğütki balsını okudu demez. Açı ben geldim. Hadimiz orunu huylu kıl sipirdi ya bununla. Öğük patmaydı. Dervazdan putun çıkarıp yedi. Ablasını oğurak etmişsin de putuk işit bağla koydu dedi. Daha bazı ki munarlar yölüne öp resim şu demez mi? Tügün putuk bağla koyup. Tüküşarla paka usta aşınaldın gep soraydı ya ne mağdınla? Ayrılıplan düşemeydi yapıp atmay. Kaçkaya bir ayrılıplan münüp bağ demesin mi?
Mahmud inim. Mana baş topqa Yaman aka. Mahmud shu. U bizni ko'rsa, biz uni bemalol ko'ra olamiz Mahmudni. Baş topqa Yaman bo'lishining sababi ham faxrimiz. Aniq ko'rishing kerak-da u havodan. Osmondan tushirganimda bu ditlalaydi emasmi bu? Buning ko'zidan nuri qochdi degan ishlar bo'lmagan ekan. Ortiqchilik shu. Azgin boshqa futbolchilar yomg'ir yig'ib ketib qolsa, ko'ziga yomg'ir kirib o'ynamaydi-ku toza. Mahmud ko'chada o'ynagandek o'ynaydi. Buning ko'ziga bir nim kir ketdi degan ishlar yo'q. Davon chingib yuguralaydi bu. Bo'ra o taklamakan 10 teng olmaydi. Yo'q. Boshqalarning to'pini mush ditlab birga tushdi deb. So'qish qilma, yaxshi nima maslahat aylarga baga Mahmudning. Bir ish qiziq ish bo'lgan maslahatchingda, bari orqali biladi. Bari yana bugun pul bilan chiqib jumamiyaga. Bu aşı, çaq-çaqsan salımayla. Adam xijalat qilib, tek bankada ishlamdi o buni ishqilib. Gullan taqab ana necha yil tuqqan g'azdek o'tag'ini. Xo'sh, azmiymallah. Kim o? Akramkam. Akam bokschilarga eng yaxshi bo'ldi qilay. Bu haq palay bilan yurdigan haqara. Qasli qo'yib yo'q. Puluning boy boks palay deydimiz Akramkam. Polun, boks pel. Kapım yuğan. Maqıldı göç, maqıldı polu. Öydü mantasım jiltin maçta çirken. Bir koyup kıymisini tumas koyuptu da. Azgın bulaylıqı çişiği sevip aldığın, ağzıqı sevip aldığın birimiz bakın değil mi? Çişlik ma? Sol yav çiş. Aşınla işimiz şakıdı ma? Onu sevası. Ekrem Kamlan'ın hiçtin bulmaydı ki ağzı. Kızızıq mənpərlərin işi yürüdü emas mı? Aldıraş çağladı, ayalıq taşlaq edək, çotkıla qoyam əkək can. Yaqıbça ağıyla meninki. Bizdinki muharrir tərcümalanmış milyard programımızın nurgun ədbiyyat işlərdən bu ağıyla mücək əsiz qoşudu. Bugün potbolçaların arsıda otadı. Baş topqa yaman özüme. Bu ma baş ilə topunu vursa, topunu top bile vurgan dək şu. Seypiden. Otağa ağıyla. Bir çavak çep koysak mı Seypiden geldim. Bizdeki milyard programımızın daviyensi, rejissörü. Koludun çıkış geliyordum. Ma köydün vartan köydün ama aşu yasıdı. Aşu yasıdı. Numanç çıraylık yasıdın desem, aday biz 4 evlat vartaçı. Dadamla Gulcik Şavkat Maradula'nın vartalarımız dadam yasattı. Olsun Nurevli Alakçı seylok işki vartak koygan evet ötken. Tüyü kurum deydi o. Onda seyirtimlik kılıp dop gelse öz yıpılı olga varta. Daviyen yani kılime daviyenli kılime'li dep tuğa ağıynem. Kozulum koşulları soqışqası aşınığım daviyenli kıl demez. Ya toqtan hadi siz mayaqdan çıqıp tılaysız. Ene kendi siz mayaqdan tılaysız da azgı meyde bir işit mayaq ötüdü. Şun lan, mayaqdan siz tatlılapan ki ağzınızı buzmacı mı aparat devatimiz. Mayaqdan kıldı. Ya qaytıdı bir soqış beqillara qaytıdı. Rahmet, hürmetli tamaşaçılar. Birden çaqçaqıp koydum. Көңіллеріңларға амаңла, чақчақларыңға бір разы болып кетіңлар, сілердің кайфиятыңды көтерейін деп, сілер үшін бір қызмет қылай деп қылып атым, рахмет сілерге. Ұстаз, мына аусай кеткен чақчақлар жоқты? Ақиқи потболшы Қалмұрат кем. Көрдіңлар мейданға бал етіліп кергенде біге. Haqiqiy futbolchi bola yetlab ko'rdi. Qo'shimchalar futbolchidan to'p qechkasi akildigan. Havalarga akildaymiz akbirdamas. Va g'ayrat varta. Tamam, buni so'rlar chaqchaq qilsak, menga qilma odatda bugun men qiyib qoldim. G'ayrat varta hozir ochiqlab otdi. Yo, menga nima chiqmaysa? Yo, men odam. Күзгілмей адам сәй чақ-чақ қылмайдыған. Я мен чақ-чақ кәмейдіған көр қалдым я. Ғайрат ағайлам, біздің ке қатты варатарымыз.
Unda bo'lishi bu kirgizmaydi asosiyati. Shamolni mi tutadi? Nim bo'lsa tutib. Bu keyin pensiyaga chiqqandan keyin nima ish qildi deyapman shu vartalani. Bir elak darvoza qaraydigan bo'ldi-da bular. Uyning egizigi o'zini itib tutuydi. Qo'roq odam kiygizmay, yo meni uyim 3-qavatda sen chiqadi deb tip. Qolgan unutib qolgan mehmonlarni yana hele arliqladi, ha? Uyga berib. Qaytirishimiz bor, hammanglar yetidi. Chaqchaq yetidi. Menda bo'lmasa ustozdi bor. Endi mushu hozir tantarbiyalarimiz nihoyat katta, yaxshi taraqqiy qilyapti. Men televizorlardan ko'raman. Do'yinlardan ko'ramiz, mana mamlakatimizningki kasbiy futbol maydonlari ham xalqaro o'lchamda bo'pol derasizku. Nihoyat katta. O maydonlarga gapini qilmayman. Men boshlang'ich maktabningki maydonlari ajoyib katta bo'lib ketibdi. Biz o'qigan mezgillarda unda ishlar yo'q. Men qizim meni boshlang'ich o'qiydi, men niyat bilan tang yetlab olib maktabga kirgizib qo'yib, bunda qarsang, haqling hayron qoladi ilk maktabga. Shundoq qo'y, yap yeshil chem. Muşu bütün balla özünki tenərkət kimi bilə oynayatqan, nemini yaxşı görsə, şununda sistemilik tərbiyeleniyatqan. O top qız deyə işlər yox ki. Bir xaltı topunu sörəb açıqıbmış taşlab bir deyə qara. İkisi birini oynayatqan, birisi birini oynayatqan, öyгә kəsim gəqmayatqan. Bizning mezgillərdə onda emas. Birdən oynayımız endi bu temini. Hem de hazırki ballarning bəxti, mana partiya hökumətimiz nəhayət yaxşı şəraitlarni hazırlab bırakdı. Bizning mezgillar qanday qilsanglar, hammanglar shu maydonlarda o'ynab cho'ng'igan. To'pi maydon. Rasqo, oppoq to'pa. Ay, birsi yugurib qishingda o'tib kelsa, ko'zingni birib tugilaysa yilqininga. Mushtaq qilib. O sizoqlari mandaq oq sizoq yo'q. Masalan, uçaqlarda 6-ay ballar bayramlarida bo'ladi, ko'pincha yilqi san'at faoliyatlari, ballarning bu futbol musobaqasida shu 6-ay bayramlarda biz shu komandada biz borda ma'lumlar bilan maslahatimiz, ya ma'lum shu amdaroq bir o'tkazgan bo'lsak, sana bo'ldi. Maydonning sizg'in sizab etinglar, hali deydi. O'zimiz sizaymiz o sizoqni. O sizoq nima desanglar bir yugan dasqa ko'mirning zarini quyib, aralashtirib, qop-qar qilib, yugan bir cho'gin qo'yib, maysa sizg'ini mashta qisiq chiqarsa. Oy shaqqa opirib cho'gin bilan rasqo, qari sizoq, maydon oqvati sizoqni qari chiqarsa. Bu yoqqa qilib, mushtaq qilib, behlan qilib, o'tirdi, top boshliqqa yerlarni qilib, 1-2 kun vaqting sizoq chiqadigan ketdi. O ta'liyinga 6-oyning 1-gacha yomg'ir yog'masa, ta'liying. Yomg'ir yig'i qolsa, o sizg'ini opir qo'ydi, bir yoqqa. Maymoqla maydonlaring. Soljo'rli o'g'ankin sen mandiqsiz o'ynaysan-da. Yamto tepmasan, sizoq tushmay, o'zing sizoq to'g'rilab olsan-da. Sizoqlarni bir amal qilib, putagan keyin o'qituvchilar ham bolalar amal qilmish, varatan bir amdaroq bir yasoytinglar deydi. Varatar bor, lekin maktabning tamlari paka. Xo'shillarning qo'llari kirib ketdi. Kirib qoldigan meros ras maktabning kaytib cho'pni yeb qo'soq to'ygan keyin berib tash varataga surkaytdigina o'zini bu. Vash. Varata o'rlik ketdi. Shuga aka biz ko'rgan turmush, ha? Şunlar onu bir tal yaxşını ayıqtıdı, bir tal yaxşını ayıqtıdı. Kerakda. Şunlar varata yo'q, şunlar malum qanday qilamiz kerak? O'zinglar amal qilinglar, biz sel aldirash. İşlar var deydi. Şunlar ya veli, nima ada, sen manda yağışdan birini saka, mayıqni yaxşını saka, men o'tirni yaxşını maklay. Tursunjon, sen baqada simaka, sen miqaka deb ballar bilan o'lashlash, varatani yasaymiz. Mayag bir tal yağışni menda qilsa qo'ysa, eyag bir tal yağışni qo'ysa, ma to'pistki yağış cho'nki qoldi uningga. Varatanın meyde çıkıdı da ayağa. Onu mu kesmeymiz? Andi ballar kiymasıdan birinden kıvalet de onunla. Kiyim caz yasa koyumuz. Şundan mı da bakıp ayak yuvartan. Hey! Mayka tete! Ha tete! Ha tete! Depla. Biz aşağı tipimizde ayakını yukarı kıvalımız. Oy bu tek kızık bu. Şundan o meydanımız herhalde pütüdü. Sadığan keteyler top ilgirken kız uçaklarda. Bunda tökümü top yok. Bir mektepte 3 tal top var. 3 talla. Onun birisi voleybol, birisi basketbol, birisi futbol. İlgirken bir tal futbol var.
Ay 3 tal futbolga topga qaraydigan maxsus bir ma'lum bor-da. Ay xizmeti shu topga qaraydi. Oy kirib bir iskilatni ichib, uning ichidan yana bir uyga kirib, bir yugan sanduq silib, uning qulupni silib, onun qulupni silib, eng axirida ma ishni ikki yeriga qulupni silib, ashqishna turib ayolga berib etadi. Voy zada 3 tal topni akamış, to'ylarda go'sht tutgandek tutudimi? Go'sht ashta tutudi-ku, ashta tutudi. Ajunlar musobaqalar boshlandi, 6-ayın biri keldi, tayyorlik qilaylik deydi. Tayyorlik qilamiz. Ya sadag'anga nemisin deyman. Hozir mana masalan ma valilarning komandasi oq kiyim kiygan bo'lsa, barilarning komandasi qora kiyim, ya olmirang, ya jo'zrang, har bir komandaning kiyimi o'xshamaydi-ku. Pas verish oson bo'ladi, bunday qarab, bir tepsa, uzangning odamining puti tushadi. U chaqda uzangning odim bizning mezgillarda uzangning odamiga pas verish yomon tez. Nimishga desang, o 22 balaning kiyimi 23 yangza uçaqda. O aştaqda kiyimi bir xil emas qo'yaka. Ha? Ama tantarbiya kiyim kendi nomeri bor. Birlari mana nim kiyib kelayotgan, qapshak. Birlari yilqi Adidasni kiyib olgan, birlari Nike kiyib olgan, birlari Ox'ninkini kiyib olgan, birlari өр yoqigan sarlabidan kelganlar bor. Өр yoqama yaqsin ishigil tiqib o'tdi, men kesib o'tdi. Va konvoy bilan to'ptab kelgan ko'yganman hemen. Konvoy ko'ynak bilan. O futbolchining laparchisi bo'ldi-ku u. Ha? Bir tep vay canım almaha. Şonlaşqa musobaqa boshlanishdan 2 soat burun inniq tonib olmasang bo'lmaydi odamlaringni. Ha, meka, ya sen qayoq tepsan? Sen, "Men sizlar taraf tepma." Ha, bo'ldi. Sen bizniki qo'y. To'xta. Sen-chi? Va, men sizlar tarafdan. Ha, yaraysa. Sen kimga tepsan? Sen o'zining qayoq tepadiganini uqmaydiganlar va. Moyoq tepmanmi? Moyoq tepman. Ökan qo'y moyoq tepgan. Bu da qayoq tepma. Oy, ikki yoq tepib qo'ydiganlar va da arliqda. Ikki yoq. Ko'ngil yaxshi. Ikki tarafga tep beraverdi. Oq ko'ngilda. Şunlaşqa biz ilqi pas bergan odamingni tozi iniq tonib olmasang, qarshi tarafga berib qolsa pasni. Kiyim o'xshash emas, ba'zilar apalarimizning qo'li gul. O'zi apalar tikib bergan bir tantarbiya kiyimlar bordi. Uni sarjidimi tikidi, duxavidimi tikidi, lilon, bo'dir lilonlardim tikidi. Uni o'zimiz tantarbiya oltiga akvolmizda. Qanday kelsang, doktorxonada oq jabonni chiqib megmadal tatib etsa, 2 tal. Mayri 2 tal iqin bo'lgandan keyin o tantarbiya ko'sar bo'ladi o. Ashta tepsa. Iniq tonmasang olmaydi bolalar. Mekana, amdan. Ha, mening menga vaka, bu sana berma. Sen uchun, meni chimkon, mana chimkon. Ha. Arpat qo'shishlar borda, uni ishidimi? Bir atal chishkamladincha, shonlar musobaqa boshlandi. Qildi o bali yetlab chiqib, menda qilgan ishlar yo'q. Tapa! deydi. Tap. 45 minut to'xtaydi-ku asli. 20 minut o'g'andil bir to'xtaydi. Nimishga edanglar? Topning yil chiqib ketdi qara. Va, topning yil chiqib ketdi degandan keyin oyoqda 4 ma'lum bor, oyoq 4 ma'lum bor, qo'lda nasos, menda turib turadigan bo'ladi. Qaysi ma'lum yig'in bo'lsa bo'randek berib qarama, quloqda osmokunning uchi va pattirib. 60 yil urgandan keyin, bo'ldi degan keyin eplanda kindigigimda tukirib tekizib baqidi. Davo ko'pib chiqib. Ya qancha minut var? Ya 20 minut var. Zabalda yetadimiş. Şunlar yalni urib olamiz, yana o'ynaymiz. Uçaqlarda manda xilqi aldab, o'ynay bilan mana yandan tepadigan, va maydiga oldigan ishlar yo'q. Va kim ching tepsa, kim jiroq tepsa shu eng tepgan bo'ladi-da. Vali So'nghay deb birisi bordi. Voy, So'nghay deb qolganning ismi Vali chiqib qolamda. Voy, dahshat tepidi u. Bir tepib so'ng tarafga chiqirib yetadi bu. Ya o'ngga tepidi, ya udil tepmaydi asosiyatan. O so'ng taraf chiqsa, o so'ng tarafda bir o'stan va qaynoq suv mangdigan. Shunday aka. Yaman uluq o'stan u. Ay o'stanga to'ping chiqatdi, tugdi endi u. Shunlashqa ma'lumlar, ya, o o'stanga kimni qo'ydinglar? dedi. Ikki odam qo'ysa o'stanga. O do'p qaraydiganga.
Ya malum Hasan bilik bilan Tursunpaq ishkisini qo'yib yotdi to'xta bas. Suv yomon balla-da ular. Mushtaq qarab turdi ular. Chultuk ilchishdi, otdi-da o'zini. O ya tepirde yana tepirsin. Varatalarning kendi to'g'ri degan nima yo'q. Mesela o chiqchiqlar. Varatadan kirkitib o'tkazsa, oyoqda bir xurishtam adamda bir Adilmizning uyi bor, yomon gulga amroq o'tini. Uning gul qachilarini chiqib o'tdi-da o'tobiga kirkitib. Bermaydi. O yomon nurg'un munosabat qilib, yo'l qilib, aran olsa o'tobni. Endi kendi men qiziq bir ish bor. Men Varataning shu maktabning men o'ng tarafida bir qo'shillayapti. Bularning 60 tüptek örüğü var. Örük neydi? Satıdı bular. Qaqıya idi de bular. Bilsizlar o qaqını. Örükni jirib otururken meğizini yutib, ikki xil qiq var bir manda qaq, yana biri yayım qaq deb bir qaq var. Qazanda ras qayintib, shirinisini chiqirib, meğizini arib yutib, jozning ustini maylab, pakiz qilib, javri bilan to'kib, mundoq yeyib, yayım qaq qo'ydi bular. Jiq yayım qaq yeydi bular. 5-6 joz yayım qaqni o'ylisiga yey qo'yibdi ya bir kuni. Qayaqdan tapdi Vali So'ngxay. Yuvan top uma. Bir teftikka taq o'ng tarafga peqirab chiqib ketib, jo'zitga yayim qaqning to'pisiga tushib bu top. Bu yoqqa qaytganda bir yayim qaqni ip chiqib yotdi qara. Top. Mashindiqsiq peqirab yayim qaqni o'ziga yo'gab, qara oldi bunda qarsak, mashtoq bir qoq tushib yotdi degan osmon. Qaqni tutinglar. Ab saq tutib olamiz o qaqni. Aqko'ngil ma'lumlar kichik beklar bor, chiqirib 22 ga bo'lib, abadam qaqyanglar. Saypavan qaqyanglar. Adam qaqni yapon. Qaqni birdam yavagan keyin varataga beramiz, varata ishkini yalib yetibdi. Bir tepida. Bu istafatib. Iningendan masalan mayaqning nomeri 2, mayaqning nomeri 3 bo'lib qolgan mezgillar bo'lib qoldi-ku. Bir nomer farq, ha? Vali So'ngxay bir tepida daraqil tegdi, shundan qilib qarab bu topning mayr yerilib, ishitki nimasi teshik chiqib oldi qarab. Kamera. Bu da poqaqdan bir chiqdi bu topqa. Rasxo'm ko'z oldinglar kelyotganda poqaq chiqib olgan ekan, bu topni o'ynamoq bir zulm qara. Bu lavza tuzmanmaydi degan atapsan. Bir tepsan mındık sığıp yaqiraydi bu. Varatani sarang qo'ydi. Bu ustuni o'zgarib ketgan ekan, tuz qanqamaydi degan o. Poqaq yer tekkan keyin moyoq chiqdi, bundan mangan ekan, varata ditlamay buni. Qani deb turib, moyoq qanqam bu kirkitdi bu. Moyoq deb. Ya balla amal va diqqat qilaylik juma. O't yeri keldi deb, butun vujudimizda o'ynaymiz. O'ynayotgancha oyoqni ketib bir dilmira sarangda birinim ba. O bir tepida pong yerlik etib qaradi. Texe vaqt to'shadigan, ya'ni 20 minut, 15 minut ba. Da shundan saypayvan. Tugdi deblar. Oyoqni futil qildi. Top yerilib ketganki musobaqa tugaydi. Ya ma'lum, ya'ni 20 minut ba, ya'ni 20 minut basan. Ya men o'ynamsak o'ynab oldiram, top yerib ketsa. Ha? Vurdu yandı. Nimin tepse? Top tugisa, tugaydi. Anda açtaq çağda, halqa mesela mayaqning komandasi bir nomer artoq, mayaqning bir nomer töven şarayti sizlar bir texnik ishiltisizlar-ku. Vaqt alsizlar-ku, mesela 10 minut 15 minut. Ya vallahi, ya amal var. Vaqt tutayli vallahi ya. Ya nima? Bari yetib ol, yatib bo'ldi, yat. Ya asta tap, vaqtni al. Chat ketib deb. Sizlar açtaq vaqt alsizlar-ku. Bizning mayaqning bir nomer o'shiq chaqda biz qanday vaqt alamiz desanglar? Ya vallahi, ande dop az qoldi. Amal var, yetlik tinglar vallahi.